So'nggi yillarda Rossiya harbiy sanoati yangi avlod strategik qurollarni faol ravishda namoyish etib kelmoqda. Ular orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan Oreshnik deb nomlangan raketa qurolidir. Bu raketa G'arb davlatlari tomonidan jiddiy xavotir bilan qabul qilindi va zamonaviy raketa texnologiyalarida yangi bosqich sifatida baholanmoqda. Oreshnik bu Rossiya tomonidan ishlab chiqarilgan o'rta masofali ballistik raketa bo'lib, ayrim manbalarda u gipertovushli elementlarga ega yangi avlod tizimi sifatida tilga olindi. Bugun biz ushbu qurol qanday imkoniyatlarga ega ekanligi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Siz esa kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, qani boshladik. Habbatus Sauda sizning ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab hamyurtlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sidana mahsulotidan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun Assa erkaklar uchun tabiiy kuch va salomatlik manbai. Premium qora sidana va asal uyg'unligi. Detox, zararsiz ozish va yengillik uchun maxsus vosita. Murojaat uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Oreshnikning asosiy zarba maqsadi Yevropa va mintaqaviy nishonlarni qisqa vaqt ichida urish, raqibning havo va raketalarga qarshi mudofaa tizimlarini yorib o'tish, yadroviy hamda noyadroviy zarbalar berishdan iborat. Raketaning texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, rasmiy ma'lumotlarning bir qismi maxfiy hisoblanadi. Quyidagi raqamlar esa ekspertlar tomonidan berilgan baholar asosida keltiriladi. Demak, raketa turi o'rta masofali ballistik raketa. Uchish masofasi taxminan 2000 dan 3000 kilometrgacha. Tezligi gipertovush darajasiga yaqin. Kallak turi yadroviy yoki yuqori aniqlikdagi oddiy jangovar kallak bo'lishi mumkin. Yo'naltirish tizimi inersiya yoki sun'iy yo'ldosh korreksiyasi. Platformasi esa mobil yer usti raketa majmuasi. Oreshnikning asosiy ustunliklari. Birinchisi tezkorlik. Raketa nishonlarga juda qisqa vaqt ichida yetib boradi. Bu esa raqibga qarshi choralar ko'rish imkoniyatini keskin kamaytiradi. Ikkinchisi mudofaani yorib o'tish qobiliyati. Zamonaviy trayektoriya va manyovrlar tufayli Patriot va TAT kabi raketalarga qarshi mudofaa tizimlari uchun murakkab nishonga aylanadi. Uchinchisi siyosiy va strategik bosim quroli. Oreshnik faqat harbiy emas, balki geosiyosiy signal vazifasini ham bajaradi. Uning mavjudligi NATO davlatlariga nisbatan muvozanatni saqlash vositasi sifatida ko'riladi. Nima uchun aynan Oreshnik muhim? O'rta va qisqa masofali raketalarni taqiqlash shartnomasi bekor qilingach, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari yangi turdagi raketalarni erkin ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ldi. Oreshnik aynan shu bo'shliqni to'ldiruvchi qurol sifatida paydo bo'ldi. Bu raketa Yevropa xavfsizlik arxitekturasiga bevosita ta'sir qiladi. Oreshnikni boshqa Rossiya raketalari bilan qisqacha solishtiruvni ushbu jadvalda ko'rib olishingiz mumkin. Endi esa dasturimizning eng qiziqarli joyiga keldik. Oreshnikni o'ziga o'xshash Amerika Qo'shma Shtatlari quroli bilan taqqoslaymiz. Demak, Amerikaning AGM-183 ARRW raketasi. Oreshnikning turi yarim ballistik gipertovushli raketa. Amerika quroli esa to'laqonli gipertovushli. Oreshnik yer usti platformasidan uchiriladi. IGM esa havodan, ya'ni B-52 Stratofortress kabi samolyotlardan uchiriladi. Manyovrlilik qobiliyati ikkala raketada ham juda yuqori. Aniqlik darajasiga to'xtaladigan bo'lsak, Oreshnikni o'rtacha yuqori deb baholasa bo'ladi. AQSh raketasi esa juda yuqori. Pentagon raketasining aniqligiga yetarlicha sabablar bor. IGM-183 texnologik jihatdan Oreshnikdan kuchliroq, ammo Oreshnik arzonroq, tezroq ishga tushadi va mintaqaviy urushlarda xavfliroq bo'lishi mumkin. Ya'ni IGM texnologiya quroli, Oreshnik esa tezkor urush quroli. Oreshnik Rossiyaning yangi raketa doktrinasining muhim bo'lagi. U Yevropadagi kuchlar muvozanatini o'zgartiradi. Raketalarga qarshi mudofaa tizimlarining samaradorligini savol ostiga qo'yadi. Do'stlar, fikrlaringizni va qanaqa mavzularda video chiqishini xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha